Agar sizda tishlaringizda, jag'laringizda muammolar bo'lsa, siz operatsiya qilishni xohlamasangiz va ma'lum bir summa pulingizni tejab qolishni xohlasangiz, unda siz ortodontik muolajani 18 yoshgacha amalga oshirishingiz kerak. Nima uchunligini videoni oxirigacha ko'ring. Hozir tushuntirib beraman. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Men Qodirov Jasur, 8 yillik tajribaga ega bo'lgan ortodont stomatologman. Hozirgi mavzuni to'liq tushuntirishga harakat qilaman. Nima sababdan 18 yoshgacha ortodontik muolajani o'tkazishimiz kerak? Birinchi sabablardan biri bu mana bu rentgenda misolida ko'rishimiz mumkin. Bu rentgenimiz 11 yoshli bemorimizning rentgeni. Unda bo'yin umurtqalariga agar e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, 11 yoshli bemorimizning bo'yin umurtqalari trapetsiyasimon, ya'ni uchburchak shakliga yaqinroq holatda joylashgan. Bu narsa nimani ko'rsatadi? Bu narsa biologik bola hali o'sadi. Shu narsani biz bo'yin umurtqalari orqali aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Agar bizda bemor shu yoshida murojaat qilgan bo'lsa, biz uni jag'larini o'stirish, jag'larini bizga kerak bo'lgan holatga olib chiqish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Navbatdagi rentgenni agar ko'radigan bo'lsak, bu bemorimiz endi yoshlari biroz kattaroq, 18 yoshdan katta bemor. Bu bemorimizning bo'yin umurtqalarini agar ko'radigan bo'lsak, bu bo'yin umurtqalari shakli to'g'ri-to'rtburchak yoki kvadrat shaklga o'zgargan. Bu narsa bemorni asosiy biologik o'sish davri o'tib bo'lganligini bizga beradi informatsiyasini. Shu orqali bemorning suyaklari yana o'sadimi yo'qmi? Mana shu bo'yin umurtqalari orqali bu haqida ma'lumotga ega bo'lamiz. Bu bemorimizda suyak o'sishlari уже to'xtagan, biologik yoshi уже o'sishdan to'xtaganligi sababli bu bemorimizda suyaklarini o'stirish imkoniyati endi yo'q. Agar bizga kerakli natijani olmoqchi bo'lsak, yoshimiz katta bemorda endi biz uni suyaklarini kattalashtirish uchun yoki hajmini o'zgartirish uchun jarrohlik amaliyotidan foydalanishimizga to'g'ri keladi. 11 yoshli bemorimizda bizda bu imkoniyat hali saqlanib qolgan. Shu sababdan qaysidir jag'lari o'smay qolgan bo'lsa, biz buni jag'larini o'stirish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Shu sababdan siz qaysi bir yo'lni tanlagan bo'lardingiz? Operatsiyasiz yo'linimi yoki operatsiyali yo'linimi? Shuning uchun bolani 18 yoshgacha bo'lgan davrda ortodont ko'rigiga olib kelish juda ham muhim hisoblanadi. Vaqtida murojaat qiling. Notekis tishlarga keladigan bo'lsak, bizda o'sha braket sistemasini ko'pincha 14 yoshdan keyin taqish imkoniyatiga egamiz. Bola 14 yoshda, 15 yoshda o'sadigan yoshda bo'ladi. Uni suyaklarini rivojlanishi, regeneratsiyasi yaxshi jarayonda kechadi. Ya'ni bola o'sish etapida. Shuning uchun bu holatda biz tishlarni tekislaydigan bo'lsak, tishlarimiz tezroq surilishga, suyaklarning hosil bo'lish jarayoni tezroq bo'lishini hisobiga biz tezroq natijaga erishamiz. Yoshi katta bemorlarda o'sha suyaklarning rivojlanishi, o'sish to'xtaganligi hisobida u yerda suyaklarning yemirilishi, suyak hosil bo'lish jarayonlari sekinroq kechadi. Shu sababdan yoshimiz qancha kattalashgan sari davolanish muddati shunchaga cho'zilishi, ko'proq vaqtga cho'zilishi mumkin. Shuning uchun bolani o'sish balog'at yoshida tishlarini to'g'irlash, tekislash anchagina vaqtdan ham yutishga olib keladi. Agar sizni atrof muhitingizda, atroflaringizda, farzandlaringizda shunaqa holatlarni kuzatayotgan bo'lsangiz, tezroq ortodont ko'rigiga murojaat qilishni tavsiya bergan bo'lardim. Sababi ularda natijaga erishish yoki jag'larini o'stirish imkoniyati hali saqlanib qolgan. Shu sababdan ularni vaqtida ortodont ko'rigiga olib keling.